Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Vizerman va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, kechasi bilan qudug'imdan qanaqadir ovozlar chiqdi va men juda ham qo'rqdim. Va mana hozir telefon o'ynab o'tirdim. Endi fermerlikka otlanamiz dedi. Bolalar, men qishloqda fermer bo'lib ishlayman da, bolalar buni 13-qishloqda yashaydigan короче, odamlar biladi. Va yomg'ir yog'yapti hozir. Biz mayli deb ishlarimizga otlanamiz. ishimizni qilamiz deganim. Bilmayman, bolalar qanaqadir qulog'imdan g'alati ovozlar chiqyapti. Hozir qish, lekin bilmayman, lekin hozir qishloqda hech kim uyini bezatgani yo'q. Nimagaligini bilmayman, lekin o'ylaymanki sizlar kanalga obuna bo'lasizlar, chunki bu juda ham muhim do'stlar. Biz tezroq 100 ta obunachimizni egallashimiz kerak. 50 ta uchun hammaga rahmat deb qolaman va mana ekib chiqamiz hammasini. Bolalar, mana yaxshi, okey. Bo'ladi, mana endi sabzilarni ekish qoldi. Men o'zi qishloqda professional maqtanishmasa, professional fermer bo'laman. Ko'rdinglar qanaqa tez qilib, tez ekib tashlayapman va bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, endi biz uyimizni ichiga kirib, birpas telefonimizni nimadir qilishimiz kerak. Bekorchadan xudo bezor deganlardek, bilmayman endi nima qilsak. Tak, bu narsalarni merga olib borib berish kerak. O'zim uyimga sal qolsa olib kirib ketardim. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Mana sizga olib keldim, faqat 8 ta sasib qopti. Hozir mana 8 ta bilan buni ajratib olaman-da. Mana sizga mana. Okey, Hop. Rahmat. Hozir bilasizlarmi, qishligiga hosillar uncha yaxshi o'smayapti. No do'stlar, va shu o'smagandan ko'ra bu yaxshiroq deb bilaman. Tak, mana bu sasib qopti. Kartoshkalar nima tushmadi. Hozir boshqatdan otib olamiz. Stop. Nima bu ichkariga tushmadi? Ichkariga tushib ketdimi? Voy. Ko'rmayapti deb kirkamni sindirishga harakat qilaman. Tak, mana bizani kirkamni olmadi. Okey, olamiz. Va sindirib, ichida nima borligiga ko'rishga harakat qilamiz. Stop, rostdan teshik. Yo, borli nima bu? Do'st, kanalga obuna bo'lib, o'lmasam, tirik qolsam like bosib qo'yasizlar. Yo, oyog'im. Ay oyoqcham. 8 ta sasigan o'zimizga qoldi. Ichkarida nima bor? Shunday shalker ko'ryapman, ochadigan, ya'ni bu sandiqqa o'xshagan narsa. Va bu yerda ko'mir bor ekan. Do'stlar, shag'da ham olib qo'yishimiz kerak, chunki hozir qish pechkaga kerak bo'ladi. Uni qaranglar. Bu turibdi bu. Ichida nimadir yozilgan buni. Meni ukamda buni kecha umrbod shaxtasida bitta killer olib qamab qo'ydi. Undan xabar olish kerak. Men Steveman. Kim uni ko'rayotgan bo'lsa, iltimos uni qutqaring, u juda ham zaif. Do'stlar, nahotki shu rost bo'lsa, 10-qishloqda, bilaman 10-qishloqda juda ham ko'p narsalar sodir bo'lgan, lekin aynan nega meni videoimda? Yo, bu yerdan qanday chiqaman endi? Tak. Bu yerdan kabelstonni qo'yamiz, bu yerdan bularni sindirib. Do'stlar, nahotki endi. Mayli. Qutqaramiz do'stlar. O'zimiz kerak narsalarni olamiz. Tak. Mana. Do'stlar, juda ham qo'rqyapman, chunki bitta killer deyapti. O'sha killerning qo'liga o'zim tushib qolsam bo'ldi. Telefonni olamiz. Narsalarimizni olamiz va sehrli temirli shapkachani kiyib olaman. Do'stlar, shapkacham hozir aytdi, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying ekan. Mayli do'stlar, umrbod shaxtasi qayerdaligini bilaman. Adashmasam shu tarafda edi. Mayli, hozir borib nimadir stop nima bo'lyapti? F5 boshlamay qoldi, mayli. Stop, to'xtanglar do'stlar. Nima u? Kim? Bo'ldi, tushundim. U hamma qishloqda aylanib yuradigan sotuvchi jitil bo'ladi. U daydi desam bo'ladi, faqat aylanib yuradi. Mana biz qidirgan joy Umrbod shaxtasi.
Nomi ham g'alati-da do'stlar. Mayli, ichiga kiramiz. O'zimizga nimadir bo'lsa qaytib chiqishga bloklar to'play olamiz kabustondan. Do'stlar, qani qishloqni yo'qotib qo'ymasam bo'ldi. Stop, tezroq borish kerak. Marka buni aytamizmi, aytmaymizmi bilmayman. Tezroq daraxtga chiqib, yo'q, daraxtga qolib ketdim, tezroq sakraymiz, yo'q. Yo'q. Oyog'im juda ham og'riyapti. Yugurolmayapman do'stlar, juda ham og'riyapti. Oyog'im. Yugurishga harakat qilib ko'rsam. Ay. Yugurib ko'rsamkana, yo'q. Oyog'im yomon qarildi lekin. Instrument yopib qo'yamiz. Oyog'im yomon og'riyapti do'stlar. Iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Eshik nima qulflanib qoldi. Mayli, ochamiz-da qulflaymiz. Lekin men hali boya ketayotganimda eshikni qulflamagandim. Mayli, uxlaymiz. Hammaga xayr.